taqdirlash marosimimizni o'tkazish uchun, aynan stipendiya bo'lganligi uchun Kolba maktabining asoschisi ustozimiz Doniyor Nasriddinovni taklif qilamiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Xushvaqt bo'ling. Xo'p, o'tgan gal kela olmadim. Qalay endi kayfiyatinglar, tayyorgarliklar? Xudo xolasa bugun g'alabani nishonlaymiz deb turibsizlar. Eng maksimal ball, lekin o'quvchimiz biroz o'ziga ham o'zi qiyin qilgan, chunki keyingi gal bunaqa stipendiyani olish uchun 982.3 ball emas, kamida 982.4 ball olish kerak bo'ladi. Kamida. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Kolba maktabida yanvar oyida o'tkazilgan oylik imtihon va o'sha stipendiya tanloviga ko'ra 982.3 ballni to'plagan 9-sinf o'quvchisi birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Nasiba Makamova. Onajonlar keling. Esdan chiqib qolibdi. Bilasizlarmi, o'zi tadbirda oxirgi payt kam qatnashganimni onalarni birinchi chaqirish esimdan chiqib qoldi. Keling onajon. Tabriklaymiz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Bu o'ylashimcha birinchisi emas, ha? Birinchisi emas. Bo'shashmaysiz. Bu o'sha tashakkurnomalarni kolleksiyasiga qo'shib qo'yasiz, xudo xolasa. Farzandingiz yuzingizni ikki dunyoda yorug' qiladi. Tabriklaymiz. Xo'p, bu o'sha odatdagidek. Bu galgi naqasi ham rosa chiroyli chiqdi. Mashallah. Tabriklaymiz. Bu soqqani sertifikati. Mashallah. Alloh xayr qilsin. Tabriklaymiz. Xo'p, xush kelibsiz. Rahmat. Siz suratga olishga ulguruvmidingiz? Rahmat. Rahmat onajon. Bilasizmi? Bu muvaffaqiyatlarni hammasini orqasida ota-onalar va ustozlar turadi. Duo qilib turinglar, qalbingizdan o'tkazib turinglar. Alloh taolo sizlarni ham ota-onalarni bu maydon markazida turib hamma tengdoshlarning orasida o'sha olqishlash nasib qilsin. Onajonimizdan ikki og'iz fikr eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Shu yig'ilganlarga, barcha ustozlarga, o'quvchilarga avvalambor hammaga kattakon rahmat. Shu qizimni shu olgan bilimlari sabab sizlarni bergan bilimlaringlar. Sizlarga ham kattakon rahmat. Tilagim mana shu qolgan hamma o'quvchilarga, hamma farzandlarimizni odobi, axloqi bilan namuna bo'ladigan farzand bo'lib yetishligingizni xohlayman. Kelajakda yaxshi shu ummatlarga foydasi keltiradigan kasb egalari bo'lib yetishishini xohlayman. Hammaga rahmat. Xo'p, bizdagi navbatdagi o'rin. Bu ham zo'r ball. 831 ball. 9-sinf o'quvchisi. Ajoyib zo'r ball. Xo'p, birinchi darajali diplom bilan taqdirlash uchun onajonlarni chaqiramizmi bu gal? O'zingizlar tan olasizlar. Marhamat. Qattiqroq. Keling. Mashalloh. Madina Saidmurodova. Tabriklaymiz. Keling, bu yoqqa keling. Keling Madina Saidov, siz ham keling. Tabriklaymiz, mashalloh. Xursand bo'ldik. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Madina, bu sizniki. Xush kelibsiz. Bu tashakkurnoma. Kolba maktabini ma'muriyati nomidan farzandingizni shunaqa go'zal suratda tarbiyalaganingiz uchun o'zimning nomimdan, jamoamiz nomidan tabriklaymiz. 831.5 ball to'plabdilar. 500 ming so'mlik stipendiya bilan taqdirlanadilar. Bu tashakkurnoma. Rahmat. Qo'shib qo'yasiz. Oila a'zolarini hammani tabriklab qo'yasiz. Bu esa o'sha stipendiyani sertifikati bu sizga. 8-sinf sizlar, lekin bu ball juda ham zo'r ball.
Hozir butun yer yuzi bo'yicha eng yuqori ballni 9-sinflar olib ketishdi. Bu ikkinchi ekan. Yer yuzidagi eng ikkinchi topda turadigan ball. Ular 982 ball to'plashgan edi. Bu super natija, to'g'rimi? Bu hozir 8-sinflar o'rtasida 960 ballni to'plagan o'quvchimiz bor ekan. 960 ball. Juda ham zo'r. Xo'p, ismlarini o'qigim kelib turibdi, lekin ota-onasi kelishgan bo'lsa chaqiramiz. Birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi 960 ball sohibasi. Kamolat Tojiyeva. Keling. Keling, chiqibsiz. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Vay. Kamolat tabriklayman sizni. Mashalloh. Allah xayrli qilsin. Xo'p, Kamolat bu birinchisimi? Yo'q, 2 yoki 3. Mashalloh. Allah xayrli qilsin. Unda ota-onangiz tajribalari bor ekan. Tabriklaymiz. Bu tashakkurnoma Kolba maktabi ma'muriyati, xodimlari, jamoasi o'zim nomidan bu kolleksiyasiga qo'shib qo'yasiz. Tabriklaymiz. Xush kelibsizlar. Bu 550 ming so'mlik stipendiyani sertifikati. Allah xayrli qilsin. Tabriklaymiz. Bo'shashmang. Keyingi oilada ham berib qo'ymang, lekin 960 ball. O'zingiz uchun ancha xavfli burilish qilgansiz, chunki keyingi oyda 961 ball olmasangiz sizga hech kim stipendiya bermaydi. Borgan sari o'sib borishingiz kerak. To'xtab qolmaysiz. Tabriklaymiz. Ota-onamiz yana bir hissiyotlarni eshita olamizda. Bularning haqqiga bir duo qilib berib. Rahmat. Shu nima deydi, ilm berib tursizlar, bilim berib tursizlar. Har doim charchamanglar. Nima deymiz, shu yutuqlar bardavom bo'lsin. Shu nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga erishaversin. Sizlar ham nima niyat qilib farzandlarga bilim beryapsizlar, shu niyatlaringizga erishib yurishingiz nasib qilsin. Rahmat. Ko'psiz. Tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. 8-sinflarimizni stipendiya 2-darajali guruh. Bu 500 ming so'mlik stipendiya bilan taqdirlanadi bu guruhimiz. Bu ham zo'r ball. 892.5 ball. Xo'p, yanvar oyida o'tkazilgan stipendiya tanlovida 892.5 ball to'plagan o'quvchimizni yaqinlari kelishgan bo'lsa chaqiramiz. Birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi Samira Samadova. Tabriklayman sizga. To'xtab qolmang. Va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat, sizni tabriklaymiz. Xo'p. Kolba maktabiga xush kelibsiz. Farzandinglarni bunaqa go'zal suratda tarbiya qilib, ilmiga befarq bo'lmaganinglar uchun tabriklaymiz. Bu maktabimiz ma'muriyati, jamoamiz, qolaversa o'zim nomidan tashakkurnoma. Bu kolleksiyani ko'paytirasiz, xudo xolasa farzandingiz yuzingizda ikki dunyoda yorib qiladi. Bu stipendiyani sertifikati. Yaxshi kunlaringizga, yaxshi kitoblarga, yaxshi ilm olishga sarflang. Tabriklaymiz. Xo'p, onajonimizdan odatdagidek ikki og'iz fikr eshitamiz. Sizga kecha qo'ng'iroq qilib aytishgan bo'lsa kerak, kecha aytishdimi? Va buni eshitganingizdek hissiyotlaringizni bitta aytsangiz, qizingiz rost ta'sirlanib turibdilar o'zlari ham. O'shani nimani his qildingiz? Bu baxtni ota-ona topa olmaydi. Pul bilan ham, mol dunyo bilan ham topa olmaydi. O'shani bir puliga nasihat qilib berasiz. Assalomu alaykum. Haqiqatdan ham kechqurun telefon qilib aytishdi. Xursandligimdan yig'lab yubordim. Birinchi nima bo'pti deb hayron qoldim-da. Lekin xursand bo'ldim. Ana shu yerda o'tirgan barcha o'quvchilarga ham ilmlariga Alloh xayrnima bersin. Ilmlarini ziyoda qilsin. Mana shu Kolba maktabini yaxshi o'qib, bizda aytgan hamma ota-onalarni yuzlarini yorug' qilsin mana shu farzandlarimiz hammasi. Bizani uylagan orzu niyatlarimizga farzandlarimiz yetkazsin. Mana shu ustozlarga ham Xudo kuch-quvvat bersin, umrlaringizni ziyoda qilsin. Qilgan mehnatlaringizni bizani farzandlarimiz oqlasin. Ilohim omadlaringizni bersin doim. Rahmat kattakon hammalariga. Rahmat. Keling. Bu guruhda 75% dan oshirgan o'quvchilarimizga diplom beriladi. 450 ming so'mlik stipendiya bu guruhimiz. Xo'p, 780 ball. Yaxshi ball to'plagan o'quvchimiz birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadilar. Ota-onalari, yaqinlari kelishgan bo'lsa chaqiramiz. Keling, Farzona Jo'raboyeva. Keling, Farzona.
Kelavering, kelavering. Tabriklaymiz. Va alaykum assalom. Qolma maktabiga xush kelibsiz. Tabriklaymiz, yutug'inglar bardavom bo'lsin. Rosa xursand bo'ldik. Xudo xolasa farzandinglar bu ballarni to'plash oson emas. Mana ota-onalar o'zlari bilishadi. Bu 900 ballarni yoki bunaqa ballarni to'plash uchun bular tuni kun uxlashmaydi, to'g'rimi? Borini berib harakat qilishyapti. Xudo xolasa bu farzandlar ikki dunyoda sizni da bizni yuzimizni yorug' qiladi. Bu tashakkurnoma butun jamoamiz nomidan sizga Alloh xayrli qilsin. Kalliksizni ko'paytirsin. Bu Farzona singlimizniki, maşallah. Tabriklaymiz. Xush kelibsiz. Bir og'iz qizingiz haqida, o'qishlari haqida qanaqa yutuqlarga erishdi, kechagi yutuqlarni eshitganingizda nimalarni his qildingiz? Shunchaki aytib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor hammanglarga rahmat. Shunchalik darajaga yetishiga avvalambor sizlarning ham katta hissanglar bor. Qizimda o'zgarish juda ham katta. O'zi harakat qiladi, to'g'risi. Ertalab o'zi voqli turadi. O'zi voqli turib, o'zi harakat qilib, namozlarini o'qib, vaqtida ketib, tezroq meni olib borib qo'yinglar, men kech qolaman deb o'zi yugurib ana harakat qiladi. Hammanglarga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi. O'zim ham anaqa qilib ketyapman. Ilohim xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin, bardavom bo'lsin yutuqlari. E'tibor olmayman hozir nima deyishni ham bilmayapman. Rosa ham xursandman. Ilohim har doim shunaqa bo'lsin. Rahmat sizlarga ham nasib qilsin. Rahmat, ketib keling. Xo'p, bizda 2 va 3 o'rin olgan o'quvchilarimiz bor. Menga afsus, ularning ota-onasini chaqira olmaymiz. Nizomga, qonun-qoida, tartibga ko'ra keling, bu yerga ketib qolmaysiz. Bu yerda o'tira olasiz. Tartib-qoidaga ko'ra biz chaqira olmaymiz, lekin bugun vaucherlarni beramiz. 30 balli vaucher yoki 10 balli vaucher. Keyingi oyda sizlarni o'sha shoh suhbatda bo'lishinglarni nasib qiladi. Voy. 8 sinflarimiz orasidagi 2-darajali diplom va 30 balli vaucher. Necha ball olgan deb o'ylaysizlar? 947 ball. Bu 2-o'ringa tushib qolgan. Sababi endi eng kuchli guruhda, eng kuchli raqobatda Qozonda qaynagan. Xo'p, 30 balli vaucher va diplom bilan taqdirlanadilar. Diyora Akromova. Keling. Tabriklayman Diyora. To'xtab qolmang, siz avvalgi stipendiyangizga o'xshab keyingilarda ham olish nasib qilsin. Bu 30 ball, katta ball xudo xolasa. Hozirgi ballariga agar 30 ball qo'shganda g'olib bo'lgan bo'lardilar. Xudo xolasa keyingi oyda to'xtab qolmaysiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Siz ketib qolmasangiz. Xo'p. Aynan shu guruhda 3-darajali diplom. Bu ham endi super natija. 932.5 ball. 932.5 ball. Bu degani 93% degani. 93% natija qilish oson emas. Bitta xato qilsangiz 80% ga tushib qoladi ballingiz. Bu katta semiz 5 degani. Xo'p. Mana endi xursand bo'lish boshladim. Yana ham o'g'il bolalar shoh suhbatida ko'rinish boshladi. Zarifjon Ahmadov. Keling. Tabriklayman. Alloh xayrli qilsin, ketib qolmang. Xo'p, stipendiyamizning 2-guruhidagi o'quvchilarimizni 2-darajali diplomi, 30 balli vaucher va 2-darajali diplom Samira Sanayeva 872 ball. Keling Samira. Tabriklayman Samira. Alloh xayrli qilsin. Xo'p. 3-darajali diplom, bu ham yaxshi ball to'plangan 10 balli vaucher. 859.8 ball. Suratjon Sanaqulov. Tabriklayman. To'xtab qolmang. Xo'p, yana bormizda? 4-guruhimiz bor ekan, faqat ularda 1-o'rinni 7-sinf olgan. Bu 8-sinflarimizni 2-o'rinlik, 3-o'rin olganlari bor ekan. Xo'p, yaxshi.
30 balli voucher, 775,8 ball Muslima Shukrullayeva. Keling sizlar. Keling. Tabriklayman Muslima. To'xtab qolmang. Zo'r ball, yaxshi natija. Xo'p, bizda keyingi 3-darajali diplom 10 balli voucher, 758,3 ball. Robiyaxon Soliyeva. Keling. Tabriklayman Robiyaxon. Xo'p, o'g'il-bolalarimiz kamroq ekan. Alloh xayrli qilsin, to'xtab qolmanglar. Yaqinroq kelinglar bu yoqqa. To'g'ri, bugun ota-onalarni chaqira olmadinglar, lekin sizlarda imkoniyat bor. Bugun diplomni berib, tabriklab, qattiq bag'ringizga bosib, bir 10 ming tushab turib, nurini olib, qalbingizni nurafshon qilib aytinglarki, borim ham, yo'g'im ham sizniki. Bu yutuq hammasi sizniki deylar. O'sha xursand bo'lib qalblariga, ya'ni ko'zlariga yosh kelgan paytda bitta duosini olinglar. Keyingi gal sizlarga inshaalloh nasib qiladi stipendiya. Chunki bu ballar behuda ketmaydi birortasi. Faqat bir narsa qiziq menga. Sizlar qizlarni hurmat qilyapsizlarmi? O'tqisi borib yoki qolib ketyapsizlarmi? Shu bir narsa deb beringlar. Ikkalangizdan hozir 10 balli voucher. Xudo xolasa bitta va'da beringlar inshaalloh keyingi. Chunki kichkina ball emas bu. 932 ball. Shunga nimalarda xato qilyapman deb o'ylaysiz? Yoki umuman ikki og'iz. Semestr imtihonida ko'pincha shu anatomiyada ko'proq xato qilaman deb o'ylayman. Shuni to'g'rilashga harakat qilaman endi. To'xtab qolmang. Semestr yaxshi o'tdingizmi imtihon? Alloh taolo muvaffaqiyat bersin. Xo'p, sizlar umumiy o'g'il bolalar nomidan va'da berasizlar, xudo xolasa, to'xtab qolmaysizlar, to'g'rimi? Xo'p, sizlardan kim gapirib beradi? Keling, siz ekan. Men juda ham xursandman. 30 ball olganim uchun birinchi o'ringa chiqmoqchi edim, lekin o'zim xatolarimni deb shu ikkinchi o'ringa ham xursandman. To'xtab qolmaydi ekan, to'xtab qolmang. 872 ball zo'r ball. Xudo xolasa ko'tarish imkoniyati bor, yana plus 30 bor. Tabriklayman. Berasiz nimadir deb berasizmi? Nega qolib ketdingiz bu gal? Bu gal o'tgan safar chunki Kamola 30 ball yutdi, men yutolmadim. Voucher bilan yutib qoldim. Xudo xolasa sizga ham nasib qiladi. To'xtamaymiz, o'g'il bolalar, o'tkazmaymiz qizlarni. Hurmat qilish boshqa o'rinlarda bo'ladi. Bu yerda to'xtab qolmaysizlar. Sizlar ham o'g'il bolalarga hech qanaqa yo'l bermaydi. Tabriklaymiz. Bizlarda ijtimoiy ko'nikmalaringiz uchun, kitob o'qiganingiz uchun, sport bilan shug'ullanganingiz uchun, boshqa ishlar uchun diplom beriladi. Sizlarning ichingizda inshaalloh yutib bor deb umid qilaman. Kompleks rivojlanish departamentining qanot stipendiyasini tanlovini natijalari e'lon qilamiz, xudo xolasa. Bu safar, o'tgan safar ham 8-sinflar sizlarda ko'p edi. Bu safar ham yana shunaqa. Lekin hammasi emas. Demak, kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha bu safar birinchi o'rinni 9-sinf yangi sinfimiz olib ketdi. Ikkinchi o'rin yana 9-sinflarga. Uchinchi o'rin 20 ballik voucher bilan taqdirlanadi Javohir Mahmadqulov. Adashib ketdim. Bu boshqa. Yo, Javohir chiq. Tabriklaymiz. Kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha 371.7 ball bilan 3-o'rin. Birinchi o'rinimiz 596.5 ball. Kitobxonlik bo'yicha. Siz bir oz gapirib bering. Nechta kitob o'qidingiz? Necha bet o'qidingiz umumiy hisobda? Xo'sh, umumiy hisobni bilmayman, lekin 10 tadan oshiq kitob o'qidim. Bunga birinchi o'rin ustozlarimni, ota-onamning xizmati katta. Bir oy davomida demak. Bir oy davomida hammaga rahmat, ota-onamga, ustozlarimga, shu maktab asoschisiga va sizga rahmat. Birinchi darajali diplomni odatdagidek ota-onasi chaqiriladi. Sport yo'nalishi bo'yicha qanot dasturi, qanot stipendiyasi bilan taqdirlanadilar. Ota-onasi kelgan bo'lsa, chaqirsa yaxshi bo'lardi. Keling. Madina Saidazimova. Keling. Tabriklayman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'p, bu
Qanot dasturi, qanot stipendiyasini tashakkurnomasi onajonimizga beramiz. Bu maktabimiz ma'muriyati jamoasi nomidan sizga tashakkurnoma. Bunaqa kolleksiyangiz ko'p bo'lsin. Uydagilarni tabriklab qo'yasiz. Bu esa o'sha stipendiyani pul mukofoti tabriklaymiz. Alloh xayrli qilsin. Biz bu yo'nalishni qanot deb nomlaganmiz. Bilasizlarmi? Faqat shunchaki kimyo, biologiyani o'qib, juda katta muvaffaqiyatga erishish juda ham qiyin. Sportingiz bo'lish kerak, kitobxonligingiz bo'lish kerak, notiqligingiz bo'lish kerak, boshqa o'sha soft skills deydi, yumshoq ko'nikmalaringiz bo'lish kerak va buni rivojlantirish uchun buni qilgan edik va nomini qanot deb qo'yganmiz. Va qanot umid qilamizki, sizlar bu millatga qanot bo'lib berasizlar. Tabriklaymiz. Siz sport yo'nalishi bo'yicha nima karomat ko'rsatdingizki, sizga bu berishdi? Necha kilometr yugurdingiz? Shu kuniga 8dan 10gacha yuguraman har kuni. Odatda shu 8:30, 9 bo'lib qoladi. Har kuni shu 1 soatcha yuguraman ko'chada. To'xtab qolmang. Necha ball balingiz? Madina Saidazimova asli o'zi 1 2 3 4 5 6-o'rinda turibdi sport yo'nalishi bo'yicha. Lekin o'tgan safargi 30 ball vaucheri bilan 1-o'rinni ham egallamoqda. Zo'r. 23 ball plus 30 ball. Endi qarang, 6-o'rin deganda bu sinfda emasda, butun maktab bo'yicha 6-o'rinda turibdilar va qoyil. To'xtab qolmang. Xudo xolasa, yaqinda 14-aprelda Toshkent marafon bo'ladi. Biz 42 kilometr yuguramiz ustozlar jamoa bilan. Agar sizlarga ham ruxsat bersa, yoshingiz yetmaydi, lekin imkon qadar sizlarga ham ruxsat olib birga yuguramiz, xudo xolasa. Ha, esimda. Charchab qolmanglar. Tabriklaymiz, xush kelibsiz. Rahmat. Demak, sport yo'nalishi bo'yicha 2-o'rin 7-sinf, 3-o'rin 9-sinflar olib ketishdi. Endi tashabbuskorlik va faollik yo'nalishi bo'yicha sizlarning omadingiz juda chopgan. 1-o'rinimiz bor. Qaranglar, bu 1-o'rin kichkina ish emas. Butun maktabda 500 ga yaqin odam o'qiydi, shularning ichidan 1-o'rin. Ajoyib. 94 ball ekan. Xo'p, tashabbuskorlik va faollik bo'yicha qanot dasturi, qanot stipendiyasi 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Ota-onasi kelishimiz chaqiramiz. Keling. Fayzulloh Abdullayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tabriklayman, Fayzulloh. Bu diplomingiz. Bu esa Fayzulloh shogirdimizni yaqinlariga maktab ma'muriyati, jamoamiz, qolaversa o'zim nomidan tashakkurnoma. Alloh xayrli qilsin, kolleksiyangiz ko'p qilsin. Xo'p. Bu Fayzulloh shogirdimiz uchun 500 ming so'mlik tashabbuskorlik yo'nalishidagi qanot dasturi, qanot stipendiyasini mukofoti. Tabriklaymiz. Bo'shashib qolmaysiz. Xo'p, ikki og'iz. Siz akalarimisiz yoki akalaridan va o'zlaridan fikr eshitamiz. Fayzulloh, siz nima karomat ko'rsatdingiz tashabbuskorlik bo'yicha? Va balingiz ham kichkina emas ekan o'zi. Endi ancha harakat qilgandim, lekin umuman o'ylamagandim. Keyin orqaga qarasam, akam kelayotganiga o'zim umuman o'ylamagandim. Bilmadim. To'xtab qolmaysiz. Alloh xayr bersin. Sizga oyda ham yurishni nasib qilsin. Xo'p, siz avvalambor shuni aytish kerak, bu tadbirlar tashkil qilayotganlar uchun kattakon rahmat. Bu g'ayrat, shijoatga undaydigan narsalardan biri hisoblanadi. O'zi o'qishga kelgancha ham bu ilmga chanqoq edi, g'ayratli edi, tashabbuskor edi. Shuni samarasini ko'ryapmiz, alhamdulillah. Yana davom etishligini, to'xtab qolmasligini tilab qolamiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Rahmat. Fayzulloh to'plagan balli 64 ball bo'lgan, lekin undan 1-o'rinda bo'lgan o'quvchi bo'lgan 79 ball bilan. O'tgan safar vaucher olgan edinglar. Vaucher 30 ball bilan 64 ni qo'shsangiz necha bo'ladi? 94 ball bilan 1-o'rinni olib ketib qoldi. Demak, vaucher ham juda katta rol o'ynaydi. Demak, 2-o'rin Javohir Mahmadqulov.
30 ballik voucher bilan endi keyingi safar 79 ballni qo'lga kiritib birinchi o'rinda. Endi turib turasan. 3-o'rin o'tgan safar 20 ballik voucher bilan bu safar 58 ballni olib 68-78 bo'ladimi? 1 ball orqada qolib Kamola Tajiyeva. Tabriklaymiz. Ochig'i men xursand bo'lyapman, chunki butun hamma o'rinlarni bermabsizlar aksariyatini. Butun maktab bo'yicha chunki bular. Bu avvalgi stipendiya faqat sinfingiz ishtirokida doirasida bo'lsa, bu butun maktab bo'yicha. Ijtimoiy ko'nikmalar yo'nalishi, qanot dasturi, qanot stipendiyasi 69 ball. Xo'p, xursand bo'lyapman. O'g'il bolalardan chiqyapti. Chaqiramiz ota-onalarni. Umidjon Abdullayev. Keling. Umidjon, tabriklayman. To'xtab qoling. Barakalloh. Xo'p, odatdagidek bu bo'lim ham ijtimoiy ko'nikmalar juda ham muhim skill ko'nikma hisoblanadi. Ota-onasiga alohida tashakkur bildiramiz, chunki buni biz maktab o'laroq qisqa fursatda hosil qilishimiz qiyin edi. Ota-onaning o'rni bunda juda ham katta. Maktabimiz ma'muriyati jamoasi nomidan qanot dasturi bo'yicha farzandisi g'olib bo'lganligi, go'zal xulq bilan tabriklagingiz uchun tabriklaymiz va bu tashakkurnomani yaqinlaringizga va sizga taqdim qilamiz. Alloh xayr qilsin. Bu Umidjon uchun o'sha sopqani kaliti tabriklaymiz. Xo'p, xush kelibsiz. Ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha nimalar qildingiz yoki onajonlarga qanaqa sezildi? Bular nima ijtimoiy ko'nikmalarni uyda ham qilishyapti? O'shani bir aytib bersangiz, yaxshi bo'lar. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli ustozlar va aziz o'quvchilar. Men farzandim 4 yoshdan boshlab o'zi tibbiyot sohasiga qiziqib, stomatolog xirurg bo'laman deb niyat qilgan edi. Tibbiyot sohasidagi maktab ochilsa xursand bo'lardik deb yuruvdik. Men Qo'lba maktabi haqida eshitib qoldik. Buning uchun shu Qo'lba maktabini asoschilariga minnatdorchilik bildiramiz. Hozir ayniqsa bu maktabni birinchi o'rinda birinchi tarbiya, keyin ta'lim, qadriyatlarga asoslangan maktab ekanligi bizga yana ham bir bora xursand bo'ldik. O'g'limga keladigan bo'lsak, farzandim oldin ham xususiy maktablarda o'qigan, lekin bu darajada maktabga borishga intilmasdi. Hozir shunaqa qiziqadi, vaqtli turib, vaqtli ketgisi keladi, nimalardir yengilliklar qilgisi keladi. O'zi qiziqib o'qiyapti. Bu natijalarda albatta ustozlarning hissasi katta. Buning uchun maktab asoschilariga va ta'lim berayotgan ustozlarga kattakon rahmat. Sizlarga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bundan keyin shunaqa yaxshi natijalarni qo'lga kiritib yursin. Inshaalloh sertifikatlarni A+larni sizni chaqiramiz, taklif qilamiz degan shunaqa chiroyli niyatlar bilan chaqirishinglarni ham Allohdan so'rab qolamiz inshaalloh. Rahmat. Xush kelibsiz, keling hozir. Xo'p. Bularga bitta shuni yaqinroq qilib bersangiz. Xo'p. Ijtimoiy ko'nikmalar yo'nalishi bo'yicha demak, ikkinchi o'rin ham sizlarning guruhingizdan 30 ballik voucher bilan taqdirlanadi. Fotima Abrorova. Tabriklaymiz Fotima. Endi o'tirib olasan. Xo'p, yana qaysi yo'nalishimiz qoldi? Ilm. O'tgan safar ilm yo'nalishidan hech kim chiqmagan edi, ustoz. Xafa bo'ldik. Lekin xursand ham bo'ldik. 500 ming yonimizga qoldi. Endi bu safar chiqibdi. Olib ketishdi. 9-sinflarimiz birinchi o'rinni. Ilm yo'nalishida Nasiba Mahkamova birinchi o'rinni oldi. Ikkinchi o'rin va uchinchi o'rinlar sizlarga tegishli emas, yangi 9-sinflarimizga tegishli. Demak, umumiy ko'rsatkichlar
umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha birinchi o'rin yangi 9-sinflarimizda. Unga necha pul berilgan bilasizmi? 1 million ketdi. Ikkinchi o'rin bor. Ikkinchi o'rin 9-sinf ekan. Uchinchi o'rinimiz bor. Bugun mening kunim. Javohir Mahmadqulov. Xudo xolasa keyingi safar ham bularning kuni bo'lishi ehtimoli juda ham katta, chunki Voycho'llari bilan. tabriklaymiz. Juda ajoyib. Boya chiqqanlarida adashib o'qib qo'ymansa voy bu o'quvchimizni dilini ortib qo'ydik deb turuvdi. Bugun lekin ajoyib natijalarni qo'yib kiritdingiz, tabriklaymiz. Ota-onangizni katta bag'ringizga bosib tabriklayib qo'ying. Hammasini berib. Zanozda rahmat aytib. Tabriklaymiz. Endi oxirgisi jamoaviy yo'nalishimiz. Jamoaviy yo'nalishimizda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan guruhimiz bor. Bu o'tgan safar ikkinchi, uchinchi o'rinni ham qo'lga kiritmagan guruh, yangi guruh. Ichida o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, ism familiyasi chiqsa chiqaverasiz. Demak, Xadija Ma'murjonova, Farangiz Choriyeva, Kumush Jumaniyozova, Shahzoda Rustamova, Madina Abdutolibova. Kim bor? Rahmatullo Rasulov guruhi. Bu guruhimizga qancha edi mukofoti? 1 million pul mukofot. Guruh bo'yicha. Tabriklaymiz. Alloh xayr etsin. Xo'p, jamoadoshlarimizda bu yoqda. Ikkinchi o'rinimizni guruhi agar shu yerda bo'lsa, rahnamoyingizni bilsangiz chiqasiz. Ravshan Sobirov guruhi. Tabriklaymiz. Uchinchi o'rin Bekzod Qurbonbayev guruhi. Bormi? Bekzod ustozning guruhi bormi? Bekzod Qurbonbayev. Abdulaziz Altibayev, Behruzbek Borkinov, Azizbek Olimov, Sahobiddin Xo'jaakbarov, Abdumalik Abdumurodov. Yo'qmi? Afsus. Demak, oxirgi natijalarimiz shu edi. Tabriklaymiz. Xo'p, buni hamma biladi. Hozir endi bu stipendiya yo'nalishi bizga mana shu yildan joriy qilindi. Men ota-onamizga ham yangilik bo'lishi mumkin. Bizada turli soft skilllarni shakllantirish uchun sport yo'nalishi, kitobxonlik, boshqa yo'nalishlardan tashqari jamoaviylik ruhini shakllantirish uchun bitta lider tanlaganmiz, rahnamo deymiz. Uni bizadagi xodimlarimizdan eng yaxshi xodimlarni tanlab bularga biriktirganmiz. Shulardan bittasi Rahmatullo Rasulovning guruhlari birinchi o'rinni oldi. Sizlar 5 kishisizlar jamoada. 5 kishi musobaqani bo'lishib olasizlarmi bilmayman, nima qilasizlar. Xudo xolasa ularni tabriklab qo'ying. Sizlar xudo xolasa keyingi galga tayyorgarlik ko'ryapsizlar. Shunaqamidi? Bu gal qolib ketmaylar lekin nimadirda xato qilyapsiz, qolib ketdingiz. O'sha ballarni to'plab xudo xolasa keyingi gal katta natija qilasizlar degan umidamiz. Rahmat. Tabriklab qo'yamiz. Uydagilarni, yaqinlarni. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ha, bu jamoaviy bo'lgani uchun boshqa jamoadoshlaringiz chiqib qolsa ularni tabriklaymiz. Zo'r. Xo'p, 7-sinf o'quvchilarimiz ichida yanvar oyida o'tkazilgan oylik imtihon, semestr imtihon, stipendiya tanlovida 953.5 ball. Bu zo'r ball. Juda ham katta ball. Faqat eng baland ball emas ekan, 3-maktab bo'yicha 3-o'rindagi ball. Xo'p, xo'p, birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Agar ota-onasi kelishgan bo'lsa, chaqiramiz va ismlarini e'lon qilamiz. Keling. Sadoqatxon Ismoilova. Keling. Keling, sahnaga keling. Keling sizlar. Молодец. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Hop.
Bu tashakkurnoma Kolba maktabini ma'muriyati, jamoasi, qolaversa o'zimning nomimdan farzandingizni go'zal xulq bilan tarbiya qilganingiz uchun, ilmiga befarq bo'lmaganingiz uchun tabriklaymiz. Juda ham yuqori ball olganlar. 1000 balldan 953 ball, bu juda ham super natija. Alloh xayrli qilsin. Tabriklaymiz. Amin. Kolleksiyangiz ko'p bo'lsin bu tashakkurnomada. Xo'p, bu Sadoqatxon singlimizga 550 ming so'mlik vaucherni anaqani stipendiyani soqqa kaliti. Tabriklaymiz. Bo'shashmang. Xo'p. Men e'tibor qilib turdim. Bilasizlar, bu juda katta baxtdir. Siz buvijonlar bo'lasiz. Buvijonlari, onajonlari bu katta baxt. Ochig'i bunaqa narsani ta'sirli hisni sizlar katta bo'lgandan keyin his qilasizlar. Yoki ota-onalarni xursand qilgan vaqtda ular ichidagi o'tayotgan energiyani qattiq bag'ringlarga bosib o'zingizlarga o'tkazganda his qilasizlar. Bu juda ham kichkina narsa emas. Hozir ichingizda nima o'tib turgan bo'lsa bir og'iz bildirib bersanglar yaxshi bo'lardi. Rahmat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Xush kelibsizlar. Xursandman. Sadoqatxon navaramni shunaqa taqdirlaganiga xursandman. Ilohim bardavom bo'lsin. Sizlar ham shunaqa omadinglarni bersin. Hamisha omadinglarni berib, nima niyat qilgan bo'lsanglar, niyatinglar ijobat bo'lsin. Ilohim butlarni yaxshi muvaffaqiyatli bitirib, yaxshi o'zinglar xohlagan oliy o'quv yurtlariga kirishinglarga tilakdoshman. Ilohim hamisha omadinglarni bersin. Shunaqa men navaraman, bardavom bo'lsin ilohim shunaqa nimalari. Shersonada keling. Sizga rahmat, keling. Keling, bu yoqda o'tirib olaylik, ketib qolmang. Rahmat. Xo'p, bizdagi navbatdagi o'rinlar bor. Xo'p, 7-sinflarimiz orasida stipendiya tanlovining 2-darajali guruhlari bor. Bu ham zo'r ball to'plangan, 803 ball. 803.3 ball. Shunaqa. Bu o'quvchimiz stipendiya olganlar, lekin ilashib qoptilar, chunki 80% dan oshirmasa stipendiya bermasdik, to'g'rimi? 803 ball. Lekin zo'r natija. 1-darajali diplom bilan taqdirlash uchun ota-onalarini chaqiramiz. Keling. Iqbol Nurpo'latov. Iqboljon, bormi? Barakalla. To'xtab qolmang. Xo'p. Tabriklaymiz. Bilasizlarmi, men hozir ikkita sinf vakillari bilan stipendiya tanlovini tekshirib, nazorat qilib, ya'ni ballarni taqdim qilib tabrikladik. 9-sinflarni, 8larni navbat, hozir 7-sinflarda edi. Hozircha bu o'quvchimiz qahramon. Sababi o'g'il bolalarning ichidan bugungi tanlovda birinchi stipendiya yutgan o'quvchimiz. Ota-onasiga tashakkur bildiramiz. Alloh rozi bo'lsin. Bu qahramon o'g'lingiz bilan inshaalloh biz ikki dunyoda yuzingizni yorug' qiladigan farzand bo'lishini umid qilamiz, kutamiz. Haqqimizga duo qilib qo'ying. Bu tashakkurnoma jamoamiz Kolba maktabi nomidan sizga va oila a'zolaringizga xush kelibsiz. Bu 450 ming so'mlik stipendiya vaucher. Tabriklayman. Baraka toping. Alloh xayrli qilsin. O'ylashimcha kecha sizga qo'ng'iroq qilib aytishgan bu narsani. Amallab sir saqlagansiz, bularga bildirmasdan. Ichingizdan o'tgan o'sha eshitgandagi hissiyotlarni bir yetkazingki, o'quvchilarimiz bular hammasi xohlashadi ota-onasini xursand qilishni. Bular ham harakat qilishi zarur. Rahmat. Bir og'iz bularga. Assalomu alaykum. Ajoyib kechada shu joyda qatnashayotganim uchun juda ham xursandman. Hamma farzandlarimizga yana ham bundan ham ko'p yutuqlar tilab qolaman. Ilohim barcha ota-onalar o'z farzandlari ortidan hamisha yaxshi gap eshitib, xursand bo'lib yurish nasib etsin va ustozlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim bu mashaqqatli kasbingizda sihat, salomatlik, sabr, toqat, baxt, rivoj hamisha yor bo'lsin. Rahmat hammaga. Kolba stipendiyasi tanlovida stipendiya bo'yicha 3-darajali guruh hisoblanadi. Bu guruh 2-darajali guruh. Ha, yaxshi.
796.5 ball to'plagan o'quvchimiz bor. 796.5 ball. Zo'r natija. Birinchi darajali diplom bilan taqdirlash uchun chaqiramiz agar ota-onalar kelishgan bo'lsa. Asadulloh Ahmadjonov. Olchiqing. Keling onalar, keling. Barakalloh. Barakalloh. Tabriklaymiz. Onajon, xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Bu Kolba maktabi ma'muriyati jamoasi nomidan tashakkurnoma. Farzandingizni bunaqa go'zal surat tarbiyalaganingiz uchun, mehnatlaringiz uchun Alloh tashakkur bildiramiz. Tashakkurnomalar soni ko'p bo'lsin. Uydagilar tabriklab qo'ying. Sog' bo'ling. Sizga rahmat. Xo'p, bu 500 ming so'mlik stipendiya vaucheri. Anaqa sertifikati kaliti. Chiqasiz. Onadan. Tabriklaymiz. Xo'p. Baraka topinglar. Sizlarni o'sha shapaylarni ham ovozi baland. O'g'il bolalarni o'sha natijalari ham zo'r. Shu paytgacha chunki o'g'il bolalar qolgan sinflarda faqat yo 2-chi yo 3-chi o'rinda turgan edi. Bu gal zo'r natijalar qildinglar va qizlar o'ylaymanki, keyin qolib ketmaysizlar. Sizlar o'rinni berib qo'ymaydi o'g'il bolalar. Xo'p, onajon, ikki og'iz fikrlaringiz haqida umuman eshitganingizda nimalarni his qildinglar oilaviy shu haqida bir og'iz. Biz rosa quvondik. Shu kun biz uchun eng baxtli kun. Buni hech nimasi ta'rifi yo'q. Faqat sizlar hissalaring katta. Rahmat sizlarga. Beqiyos mehnatlaring uchun sizlarga tashakkur. Hop, bilasizlarmi, bu kichkina gap emasda, men onamning gaplari har doim esimga tushib ketadi. Bu biz uchun eng baxtli kun. Qaniydi hamma ota-onasiga mana shu gapni eshittirsa, his qildirsa. Baraka toping. Rahmat. Xo'p. Xo'p, bizada 2-chi, 3-chi o'rin bilasizlar. Shovqin qilmaymiz. Qolganlarni tabriklab olishimiz kerak. Bilaman, xursandsilar. O'g'il bola jamoasi bo'lgan oldindalar, a? Ko'd ham battar bo'linglar. Xo'p, qaranglar. Biza 2-chi, 3-chi darajali diplomlar bilan taqdirlaymiz u ota-onasini chaqira olmaymiz. Bilasizlar, faqat birinchi nizomga tartibga ko'ra birinchi o'rinni chaqirishimiz kerak, lekin hozir biz 2-chi o'ringa 30 ball beradigan bo'lsak, xudo xolasa keyingi galda birinchi o'rinni olish nasib qiladi. 30 balli vaucher bilan taqdirlaymiz. Ko'rgan bo'lsanglar, Zinat Husanova. Keling. Alaykum assalom. Zinatxon, singlimizni tabriklaymiz. Haqiqatan ismingizga mossiz. 914 ball. O'zi kichkina ball emas. 914 ball bilan hozircha 2-chi o'rinda turibdilar. Bu ball bilan xudo xolasa keyingi safar birinchi o'rinlik bermaysiz. O'zi bir marta stipendiya olgandingiz. Bu ikkinchisimi yo uchinchisimi? Uchinchisimi? To'xtab qolmang. Ota-onangiz ko'p-ko'p chaqirish nasib qilsin. Xo'p. Ketib qolmang. Shu yerda turib qoling. Xo'p, bizada endi ko'rinmayapti. Ko'ra olmayapsizlar? Xo'p. 896 ball, bu ham zo'r ball. 10 balli vaucher bilan taqdirlanadi. 896 ball to'plagan o'quvchimiz Soliha Shavkat Bekova. Keling Soliha. Tabriklaymiz. Alaykum assalom. Alloh xayrli qilsin. Tabriklaymiz. Keling, o'tiring. Xo'p. Keyingi guruhimizda 2-chi o'rin. Xo'p, keyingi guruhning 2-chi darajali diplomi bor. 2-chi darajali diplom va 30 balli vaucher bilan taqdirlanadi. 798 ball. Ansora Zokirova. Keling Ansora. Barakalloh. Tabriklaymiz. Alloh xayrli qilsin. Zo'r natija. Xudo xolasa keyingi gal birinchi o'rin chiqishingizga zo'r foydador bo'ladi. Keling. Xo'p. 779.8 ball to'plagan o'quvchimiz bor. 10 balli vaucherni qo'lga kiritadilar. Habibulla Fathullayev. Alloh xayrli qilsin. Xo'p, yana bormi? Yaxshi, ajoyib, zo'r natija. Tabriklayman. Qaranglar, to'g'ri bu ota-onalar chaqira olmadinglar. Nima qilasizlar borib? Diplomni berasizlar. Bu kichkina narsa emas.
bu rasmiy diplom berib, qattiq bag'riylik bosasizlar va aytasizlarki, borim ham, yo'g'im ham sizniki, natijam ham sizniki. Bu hamma sizning mehnatlaringiz deb aytasizlar, xo'pmi? Inshaalloh o'sha qalbi yumshab, ko'ziga yosh kelgan paytda bitta duosini olib qo'yinglar, bizlarning haqqimizga o'zinglarning haqqingiz va qolib ketmaysizlar keyingi. Va Alloh taolo sizlarni hech qachon zoya qilmaydi. Baraka topinglar. Bu gal o'g'il bolalar biroz chempion bo'ldi, to'g'rimi? Xudo xohlasa keyingi ham to'xtab qolmaysizlar. Sizlar ham va'da beringlar, qolib ketmanglar inshaalloh. Faqat menga shu bir og'iz aytib bering, siz keling. Siz nega 3-o'ringa tushib qoldingiz? Qanaqa qilsangiz ko'tarsangiz bo'ladi. Nima qilamiz endi? Keling. O'zi o'rtalarimga rahmat, chunki o'rtalarim hammasi meni oldiga yo'lladi. Har doim shuni 100 ball olishing kerak, 90 ball olishing kerak, to'g'rilatmaysanmi? Har doim shunaqa edi. O'shanda hatto 3-o'ringa ko'tarildim. Qaranglar, o'zi asli bu dunyoda muvaffaqiyatga erishishda eng muhim kallardan bittasi bu do'st bu. Chunki ota-ona uyda ming tarbiya bermasin, ustoz qanaqa tarbiya bermasin, do'st bir kunda buzib ketadi yoki yaxshi yo'lga boshlab qo'yadi. Baraka topinglar, shunaqa do'stlaringiz ko'paysin. Siz ham ularni qo'llab-quvvatlab, yarim yo'lda qoldirmang. Sizlar bu gal qizlar jamoasi orqada qolib ketganiga endi ozgina izoh berasizda, keyingi yil uchun va'da berasizlar. Yutish uchun kim gapiradi jamoa nomidan? Zinatxonmi kel. O'zi men shu bilan stipendiya olmoqchi dedi, ikkala guruhdan. Keyin ikkalamiz 30 pul hisob qoldik. Bu safar qolganlar ham olsin dedi-da, ustoz. Lekin baringiz zo'r. Xudo xolasa keyingi yilga yaxshi foyda bo'lsin dedi. O'shashmaydi. Bu ham yomon emas. Xotolik sabr qilib qo'ydi. Rahmat. Xudo xolasa keyingi yil berib qo'ymaymiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Kitobxonlik yo'nalishimiz bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni 9-chi, 8-chi sinflarimiz egallab ketishdi. 1-chi o'rin 596.5 ball bilan kitobxonlik bo'yicha 9-chi sinf o'quvchilarimiz yutib ketishdi. 1-chi o'rinni. 4000 ga kitob o'qishgan ekan. 4000 bir oyda 4000 ga o'qishgan ekan. Bo'shashmaydi. Keyingi sizlarni madadda qilish imkoniyati bor. Tinchlikdagi maktab 6000 bet kitob o'qishgan ekan. 6000 bu yilni. Qanaqa qilib deysiz? Bir oyda 6000, kuniga 200 betdan chiqargan. Ikkinchi yo'nalishimiz sport yo'nalishi bo'yicha 1-chi o'rinni voucher bilan olib ketdilar 8-chi sinf o'quvchimiz Madina Saidazimova. 2-chi o'rin 9-chi sinf. 3-chi o'rin bor. 3-chi o'rin Abdulloh Ishonxonov 30 ballik voucher bilan. Tabriklaymiz Abdulloh. Ota-ona tabriklab qo'ying. Hop, keyingi yo'nalishimiz o'tirasing bo'ladi. Tashabbuskorlik va faollik yo'nalishi bo'yicha hamma o'rinlarni 8-chi sinflar olib ketishdi. Ijtimoiy ko'nikmalar yo'nalishi bu bilamiz ko'proq ota-onamizni xursand qilishimiz kerak, Demak, bu safar xursand qila olmabmiz. 1-chi o'rin ketdi 8-chi sinflarga, 2-chi o'rin ham 8-chi sinflarga, 3-chi o'rin bor. Kim ko'p ota-onasini xursand qildi bu safar? 3-chi o'rinimiz 20 ballik voucher bilan taqdirlanadi Munisa Abdurashidova. Tabriklaymiz. Xudoning bu bilan keyingi ota-onasini bu yoqda xursand qilishni nasib qilsin. Inshaalloh. Voucher rosa anaqa beradi. Chunki 3-chi o'rinda, 6-chi o'rinda turganlarni 1-chi o'ringa chiqarib qo'ydi voucher. Demak, yana bir bor tabriklab qo'yamiz chunki boshqa yo'q. Endi ilm yo'nalishi bo'yicha 9-sinflar olib ketishdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni ham. Umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha ham sizlarda ball bo'lmagandan keyin yana 9-chi, 8-chi sinflar olib ketishdi. Jamoaviy yo'nalish bor. Jamoaviy yo'nalishda ismi chiqqan hozirgi o'quvchilarimiz, demak, o'sha jamoani 1-chi o'rin g'olibi bo'ladi. Xadija Ma'murjonova, Farangiz Choriyeva chiqamiz. 1-chi o'rin Farangiz Choriyeva bormi?
Kumush Jumaniyozova, Shahzoda Rustamova, Madina Abdutolipova. Bu Rahmatullo Rasulovning guruhlari. Ularga nima edi sovg'a? 1 million. Tabriklaymiz. Xo'p, ikkinchi darajali, ya'ni ikkinchi o'rin Javohir Mahmadqulov, Temurbek Pirmahmadov, Nurmuhammad Akmalov, Dilshod Rashidov, Ravshan Sobirov guruhi. Bormi? Afsus. Uchinchi o'rindagi guruhimiz Abdulatif Altibayev, Behruzbek Borkinov. Bora? Behruzbek Borkinov 3-o'rin. Azizbek Olimov, Sahobiddin Hojiakbarov, Abdumalik Abdumurodov. Demak, bu guruhimiz Bekzod Qurbonaliyevning guruhlari. Rahnamoligidagi guruh. Tabriklaymiz. Xo'p, tabriklaymiz. Baraka topinglar. Buni hamma tushuna olgan o'zi. Guruh nima qiladi? Jamoaviy ishlanadi. Biz faqat o'sha kitobxonligingiz uchun emas, jamoaviy ko'nikmalar shakllantirish uchun buni tashkil qilgan edik. Bu endi 1 million faqat o'zlariga emas-u, jamoada 5 kishilar adashmasam. O'sha 5 kishi bo'lib olasizlar. Bu yerda o'sha bizning eng aktiv xodimlarimizdan Rahmatullo Rasulov guruhlari olganlar va bularga ham xudosi voucher ballar bormi bularniki? Bularga voucher yo'q. Yo'qmi? Chunki voucher olishadi-ku kichkina o'zlari alohida. Ha, xuddi tushundim. Xo'p, faqat bular diplomini biz hozir o'ziga bera olmaymiz. Sababi jamoaviy-ku, ko'pchilikni hozir boshqa guruh tushganda ularga ham berishimiz kerak. Lekin men anaqa ustozlardan iltimos qilardim, anaqa sinf rahbaringizdan buni albatta rasmga tushirib ota-onasiga yetkazib qo'ying o'quvchimizni. Chunki bu jamoaviy diplom faqat bir kishi olib ketib qola olmaydi, chunki jamoada 5 kishi bor, xo'pmi? Zo'r natija qilishgan, to'xtab qolmanglar. Masalan, jamoada nima karomat ko'rsatdinglarki, bunga erishyapsizlar. Shuni bir og'iz shunday bir narsalar deb bering. Jamoada ko'proq kitob o'qiymiz, yuguramiz, tashabbuskorlik ham bo'ladi. Zo'r. Qancha yugurdingiz taxminan mana shu oyda? Siz yugurmadingiz. Qolgan jamoadoshlaringiz yugurishgan, to'g'rimi? To'xtamanglar. Xudo xolasa kunlaysiz bilan yugurishni davom ettirish kerak. Alloh xayrli qilsin, tabriklaymiz. Kolba maktabi yanvar oyida o'tkazilgan oylik imtihon stipendiya tanlovi bo'yicha 851 ballni to'plagan o'quvchimiz bor. 5-sinf 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi. Ota-onasi agar kelishgan bo'lsa chaqiramiz. Usmon Fayzullayev. Assalomu alaykum. Kelasiz. Ya, bag'riga bosib olmaysiz. Tabriklayman. Tabriklayman, baraka toping. Bunaqa diplomlaringiz ko'p bo'lsin. Xo'p, bu onajon sizga Kolba maktabi ma'muriyati, jamoamiz, hamma ustozlar nomidan farzandingizni go'zal surat tarbiya qilganingiz uchun mehnatlaringiz samarasi o'laroq bir arzimagan tashakkurnomamizni beramiz. Xudo xolasa bu kolleksiyangiz ko'p bo'ladi. Bu 550 ming so'mlik voucher. Tabriklayman. Plus, qaranglar, mana shunaqa onani bag'riga bosgan paytda ko'proq, uzoqroq vaqt bosib turish kerak. Nafaqat uyda, kerak bo'lsa sahnada ham. Onani agar ota-onani, men ustozimni bag'rimga bosganda ko'proq ushlab turishga harakat qilaman, imkon bo'lmaydi endi, xijolatchilik. Lekin ota-onani bag'ringizga bosganda ushlab turishingiz kerak, chunki onani, otani qalbida nur o'tadi odamga. Kimni qalbida nur bo'lsa ilm kiradi-da, o'shaning uchun qattiqroq bosish kerak. Baraka toping. Bu rosa tarbiyali yigit, bu haqda biz ko'p narsa eshitganmiz. Tabriklaymiz. Yaxshi bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Ustoz sizga katta rahmat. Allohga behisob shukr, shunaqa farzandni berganiga. Sizlar barcha ustozlarga ta'zimdamiz. Shunaqa tarbiya, shunaqa bilim berganingizga, hammangizga boshimiz yerga tekkungacha ta'zimdamiz. Ustoz sizga ota-onangizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Barcha ustozlarga, shu jumladan Gulnor opamga juda ham katta rahmat aytaman. Hamma o'quvchilarning tarbiyasiga, bilimiga shunchalik e'tiborli bo'lganlari uchun, shunaqa chiroyli kurator bizga nasib qilgani uchun katta rahmat. Barcha ustozlarga ximiya, biologiya, matematika hech qaysi ustozingizni tanimaymiz.
ismlarini ham bilmaymiz. Hammalariga rahmat. O'zi o'g'lim iqtidorli, hamma fanni yaxshi o'qirdi, har doim stipendiya olgisi kelardi, shu safar nasib qildi. Rahmat kattakon hammangizga. Alloh razı olsun. Xush kelibsiz. Keling oldinga. Rahmat kattakon. Barakalloh. To'xtab qolmaymiz. Xo'p, ajoyib super natija. Bugun o'g'il bolalar kam chiqyapti deb xursand, xafa bo'lib turdim. Zo'r natija qildingiz. 832.8 ball to'plagan o'quvchimiz bor bugun. Birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Uydagilar kelishga biz chaqiramiz. Shahrizoda Tursunpo'latova. Tabriklaymiz. Barakalloh. Keling, sahnaga keling. Keling, sizlar keling. Barakalloh, Shahrizoda. Qoyil maqom natija. Tabriklayman. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Keling onajon, bu yoqda turib olaylik. Ajoyib natija qildilar farzandingiz. Baraka topsinlar. Bu farzandingizni go'zal suratda tarbiya qilganingiz uchun maktabimiz, jamoamiz, o'zim nomimdan alohida tashakkurnoma bildiramiz. Xudo xolasa, buni kolleksiyangizga qo'shib qo'yasiz. Farzandingiz xudo xolasa bunaqa tashakkurnoma sizga ko'p taqdim qiladi. Bu Shahrizoda singlimga o'sha 500 ming so'mlik stipendiyani kaliti. Baraka topinglar. Hop, ajoyib natija. Biz ota-onalardan bir og'iz so'z eshitsa yaxshi bo'lardi, sababi kecha buni xabarini eshitishgan. Undagi hissiyotlar, hozirgi holatdagi hissiyotlarni bir og'iz bildirib bersanglar, chunki bu ota-ona uchun baxtligini siz his qilasiz. Bizni bolajonlarimiz ham yana ham chuqurroq his qilishsa edi, bular ham ko'proq harakat qilishardi. Bilaman, hammasi harakat qilishyapti, lekin shuni bir imkon bo'lsa, kim siz yoki Assalomu alaykum. Farzandlarimizga shunchalik imkoniyat yaratib berganingiz sizga ham rahmat. Alloh hammamizni ilmimizni ziyoda qilsin, oxirat uchun, dunyo inson uchun manfaatli qilsin. Kutmagan edik. Ishlaydik, keluvdik. Rahmat. Xursandmiz. Xudo xolasa ishingizga yanada rivoj. Alloh doim panohida qilsin, bandam desin. Farzandlarimizni ham ilmini ziyoda qilib, hammani shunaqa katta yutuqlarga yetishiga, chet ellarda oliy, ya'ni ko'zga ko'ringan bilim yurtida o'qishligidan nasib qilsin. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Keling. Ketib qolmaydi, o'tiring. Yana bor bizda. Stipendiyani 3-darajali guruhidan 769 ball to'plagan o'quvchimiz borlar. Birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadilar. Agar ota-onasi kelishga biz chaqiramiz. Zafarbek Shoh Mahmudov. Tabriklayman Zafarbek. Qani, boring ota-onalar. Barakalloh. Tabriklayman. Alloh xayr qilsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Hop, farzandingiz juda ham yaxshi natija qilib berdi bu gal. Alloh xayrli qilsin. Farzandingiz go'zal surat tarbiyalaganingiz uchun maktabimiz, jamoamiz nomidan alohida tashakkurnoma. Xudo xolasa, bu tashakkurnomada ko'p bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, bu Zafarbek shogirdimizga 450 ming so'mlik stipendiyani kaliti. Yaxshi kunlarni o'tasiz. Xush kelibsiz. Xudo xolasa, farzandingiz umid qilamiz, yuzingizni ikki dunyoda yorug' qiladi. Shogirdlarimizga ikki og'iz nasihat qilib bersanglar, bilamiz hozir qalbingizda juda ko'p xursandchilik bor. Bo'lmam kecha xursandchilikni yutuqqa erishganda nima his qilgan bo'lsanglar bir aytib bersangizki, farzandlarimiz, shogirdlarimiz yana ham ilhomlanib harakat qilishsa. Avvalambor rahmat shunchalik chaqirganligiga. Farzandimizni bunaqa yutuqlarni ko'rish hamma ota-onaga nasib qilsin. Hamma farzandlarimizni shunaqa yaxshi o'qib, stipendiyalarga ega bo'lib, ota-onasini yuzini yerga qaratmaydigan farzandlar qatorida bo'lishni nasib qilsin. Hammamizdan farzandlarimiz ota-onalarini jannatlarga olib kirishni nasib qilsin. Rahmat. Xush kelibsizlar.
Keling. Ketib qolmang, bu yoqda o'tirib turasiz. Xo'p, endi bizada qadrdonlar, bilasizlar, faqat biza birinchi darajali diplom olgan o'quvchilarimiz ota-onasini chaqira olamiz. Tartib, nizom, qoida shunaqa. Lekin 2 darajali diplom o'quvchilarimizga odatdagidek 30 balli voucher beramiz va bu ball bilan keyingi gal shohsupaga chiqib olish imkoniyati bo'ladi. Ajoyib ballni qo'lga kiritgan 840.5 ball to'plagan 5-sinf o'quvchimiz bor. Soliha Shohruxova. Keling. Barakalloh Soliha. Tabriklayman. 30 ball. Ajoyib natija. Ketib qolmang. Xudo xolasa bu sizga keyingisida stipendiya olishni nasib qiladi. Ketib qolmang, bu yerda turing. Xo'p. Keyingisi 3-darajali diplom 10 ballni qo'lga kiritadilar fevral oyi uchun. 831.8 ball to'plaganlar. Yaxshi, Abdurazzoq Abduvahobi. Keling Abdurazzoq. Barakalloh. Tabriklayman. Xo'p, bular 5-sinf bo'lishiga qaramasdan o'tgan gal ota-onasiga stipendiya taqdim qilgandilar. Xudo xolasa bu yana keyingi uchun yaxshi foydavor bo'lib beradi. Xo'p, ikkinchi guruhimizda 803.5 ball, 30 balli voucher. Habiba Kamolova. Keling Habiba. Barakalloh Habiba. Alloh xayrli qilsin. Xo'p, keyingi guruhimizni 3-darajali diplomi va 10 balli voucher. 791.8 ball. Ha, buni yopib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, 10 balli voucher. Jasmina Mamadiyeva. Keling Jasmina. Barakalloh. Tabriklayman. Alloh xayrli qilsin. Zo'r. Xo'p, bizada keyingi guruhimizni 2-darajali diplomi va 30 balli voucher bor. 740.5 ball. Abu Bakr Tohirov. Barakalloh. Keling. Barakalloh. Zo'r. Xo'p, bizda oxirgi o'rin, oxirgi taqdirlov 3-stipendiya guruhini 3-darajali diplomi 10 balli voucher. 773.8 ball. Abdulloh Ravshan Xo'jayev. Barakalloh. Tabriklayman. Ajoyib natija. Xo'p. Baraka topinglar. Sizlarning ichingizda avval stipendiya olganlar bor. To'xtab qolmaysizlar. Bu ballar xudo xolasa sizlarga foydavor bo'lib beradi. O'g'il bolalar bugun ancha oldinlab ketibdi. Xudo xolasa qizlar bugun va'da berishadi, qolib ketmaslikka. Va sizdan bir og'iz eshitdik. Siz nega qolib ketdingiz bu gal ozgina yetmay qoldi. To'g'risini aytsam, bilmayman nimaga qolib ketdim. Menimcha shu kimyodan bitta 100% olmaganimga menimcha qolib ketdim. Qolganlari yaxshi chiqdi, to'g'rimi? Baraka toping. Bali zo'r. Xudo xolasa asli kimyo fani 5-sinfda yer yuzida ham o'tilmaydi. Bitta bizning maktabda kimyo fani 5-sinfda o'tiladi. Xudo xolasa hamma joyda 7-sinfda o'tiladi. Siz 7-sinf bo'lganingizda kimyoni tugatgan bo'lasiz, xudo xolasa. Buni olib borib, ota-onangizni qo'liga berib, qattiq bag'ringizga bosib, nima deysizlar? Borim ham, yo'g'im ham sizniki. Sizni yaxshi ko'raman. Bu diplom sizning mehnatlaringiz samarasi deysizlar. Kelishdiki, tabriklab qo'yaylik uydagilarni. Rahmat. Rahmat. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan hozirgina gaplashdik. Ming afsuski, 5-6 sinflarimizda bu galgi qanot dasturimiz bo'yicha o'rin olganlarimiz yo'q. Lekin albatta qolgan o'rin olganlarimizni sizlarga tanishtirib o'tishimiz kerak. Kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha eng yuqori ball bilan 9-sinf o'quvchimiz Xadija Ma'murjonova 596.5 ball to'plab birinchi o'rinni oldi. Bu necha ming bet kitob deyiladi? 4000 betmi? 4000 betdan oshiq 5000 bet. Endi kitobni xulosasi ham bor, bu xulosasi uchun ham olinadi. Demak,
Ikkinchi o'rinimiz 9-sinf, uchinchi o'rinimiz 8-sinfdan olib ketishdi. Sport yo'nalishi bo'yicha siz olsangiz bo'lardi. Lekin 7-sinf ikkinchi o'rin oldi. Birinchi o'rinni voucheri bilan birgalikda 8-sinf o'quvchimiz olib ketdi. Va 9-sinf o'quvchimiz 3-o'rinni oldi. Kam yugurgan, ko'proq yugursa bo'ladi. Tashabbuskorlik va faollik bu 8-sinf o'quvchilarimiz hammasini olib ketishdi. Bu yo'nalish bo'yicha. Endi ijtimoiy ko'nikmalar yo'nalishi bo'yicha siz olsangiz bo'lardi. Chunki ota-onamizni ko'proq xursand qilishimiz kerak-ku bu yo'nalishda, to'g'rimi? Ko'proq ota-onamiz ball beradigan. Demak, sizlarda jarima ball nimadan tushayotgan ekan? Telefon o'ynashdan emasmi? Telefon o'ynamayapmizmi? Ota-onamiz -8 jarima qo'yadilar telefon o'ynaganga. Bormi shunaqa? Yo'q, ha? Ming afsuski, bu yo'nalishimiz bo'yicha ham 8-sinflarimiz va 7-sinfimiz olib ketishdi. Ilm yo'nalishida 9-sinf o'quvchimiz, hammasi 9-sinf o'quvchilarimizniki ekan. Umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha ham 9-8-sinf o'quvchilarimiz. Qancha summalar ketib qoldi boshqa yuqori sinflarimizga? Har bitta yo'nalish bo'yicha necha pul mukofoti bor edi? 500 ming so'm. Ha? Birinchi o'rin uchun 500 ming so'm. Lekin umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha qancha edi? 1 million. Yaxshi esinglarda bor ekan lekin, ha? Endi jamoaviy yo'nalish bo'yicha birinchi o'rinni olganlarimiz bor. Agar ichimizda qaysi o'quvchimiz mana shu guruhda bo'ladigan bo'lsa, sahnaga taklif qilamiz. Ismlarini o'qiyman. Rahmatullo Rasulov rahnamoligidagi guruhimiz Xadija Ma'murjonova, Farangiz Choriyeva, Kumush Jumaniyozova, Shahzoda Rustamova, Madina Abdutolibova. Demak, Madina Abdutolibova bor ekan. Tabriklaymiz. Bularga nima edi? Jamoaviy 1 million so'm pul mukofoti. Endi ikkinchi darajali, ya'ni ikkinchi o'rinni olgan guruhimiz bor. Yana Ravshan Sobirov guruhlari. Javohir Mahmadqulov, Temurbek Pirmahmadov, Nurmuhammad Akmalov, Dilshod Rashidov bormi? Nurmuhammad Akmalov, ha? Tabriklaymiz. Ikkinchi darajali diplom. Uchinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi Bekzod Qurbonbayev guruhlari, 48-guruh, Abdulatif Altibayev, Behruzbek Borkinov, Azizbek Olimov, Sahobiddin Hoji Akbarov, Abdumalik Abdumurodov. Bormi? Ikkita ekan. Tabriklaymiz. Xo'p, qadrdonlar, bu jamoaviy natija bilasizlar. Bir kishiniki emas, mana bu 1 million so'm ham bir kishiniki emas, 5 kishi bo'lib olishadi, xudo xolasa. 5 kishimisizlar jamoada? Shunaqa qarang. Buni hozir men ustozlardan iltimos qilardim. Bu diplomlarni biz hozir baribir qo'llariga bera olmaymiz. Sababi jamoaviy, hali boshqa guruhlar kelganda ularga alohida taqdirlaymiz. Lekin albatta bularni rasmga olib ota-onasiga yetkazib qo'ysangiz xursand bo'lishadi. Kelinglar, sizlar bitta rasmga tushib olamiz. Tabriklayman. To'xtab qolmanglar. O'zim yaqinda rahnamoyimni ko'rgandim. Ular aytgandilar, birinchi o'rinda yurgan ekanmiz degandilar. Hayron qoldim. O'zi ko'p kitob o'qiganlarini bilmayman. Chunki qolgani 9-sinfdan dedi. Bitta men 6 tushganman. Ha, uchrashib turibsizlarmi orada? Kitob yana nima qilasiz? Men faqat kitob o'qiyman. Qolganlarni balki sport. To'xtamang. Xo'p. Jamoaviy umumiy ball to'plashib lider bo'lib olishgan. Tabriklaymiz. To'xtab qolmanglar. Sizlar ham yaxshi ketyapsizlar. Xudo xolasa bu muvaffaqiyat keyingi oy uchun yana foydavor bo'lib beradi. Rahmat. Ajoyib ball 927.5 ball. Balandmi, pastmi? Zo'r. 1000 balldan ajoyib ball to'plashgan 927.5 ball. 9-sinf o'quvchimiz 1-darajali diplom bilan taqdirlanadi.
ota-onalarni chaqirsak, keyin bila olamiz, kimligini. Keling. Ansora Abdug'aniyeva. Barakalloh. Oyijoningizni mazza qilib kutib oling. Bag'ringizga bosin. Tabriklayman. Kimsiz tabriklayman. Alaykum assalom. Bu Ansora singlim sizniki. Birinchi darajali diplom. Bu yaqinlaringiz uchun singlimizni, Ansora singlimizni go'zal suratda tarbiya qilganingiz uchun, mehnatlilar uchun, rosa mana yaxshi o'qib, zo'r natijalar qilishyapti. Hammasi uchun Kolba maktabi, jamoasi, ustozlari o'zim nomidan tashakkurnoma berib qo'yamiz. Xudo xolasa buni kolleksiyasini to'plab, xudo xolasa ko'p tashakkurnomalar olish nasib qilsin. Bu Ansora singlimizga 500 ming so'mlik stipendiyani kaliti, xudo xolasa bu orqali stipendiyangizni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Xush kelibsiz, tabriklaymiz, boringlarga shukr. O'ylaymanki, kecha sizga natijalarni aytishgan, g'olib bo'lishgani haqida amallab sir saqlagansiz va o'sha paytda ichingizdan o'tgan taassurotlar, hislar bo'lishi mumkin. Hozir farzandingiz yutgan, eshitganda bo'lgan xursandchiliklardan bir oz bo'lishib bersangiz, shogirdlarimiz ham bunga qarab rag'bat qilishardi, ota-onalari mana shu sahnada turish uchun harakat qilishardi. Bir oz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasululloh. Amin. Allohim boshlagan ishlaringiz rivojini bersin, tanjoningiz sog' bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin, mundan ham oliy darajalarga chiqing. Ilohim yaxshi niyatlaringizni bersin. Shu yerda o'qiyotganlar ham olimalar bo'linglar, ustozlar ham hammanglarga tashakkur, yaxshi niyatinglarni bersin, oilalarga ham, farzandlaringlarga ham Allohim oliy darajalarni bersin, o'zini nazardan qoldirmasin, o'zini yo'ldan adashtirmasin, iymonda e'tiqodda mustahkam qilsin. Hammanglarga rahmat, shunchalik tashakkurnomalar beryapsizlar, Alloh rozi bo'lsin, ilmlari ziyoda bo'lsin. Bu qizimni ham xursand bo'ldim. Rahmat. Taningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Keling, o'tirib olaylik. Tabriklaymiz, Ansora. Hurmatingiz bersin. O'tiring. Rahmat. Xo'p, bizada keyingi o'rin. Birinchi darajali diplom 838.3 ball. Ajoyib natija. Xo'p, kimligini bila olish uchun maydon markaziga ota-onalarni chaqiramiz. Keling. Sevinch Shukrullayeva. Tabriklaymiz sizni. Keling. Chiqyapsiz, Sevinch, singlim tabriklayman. Yutuqlaringiz ko'p bo'lsin. Assalomu alaykum. Chiqyapsiz. Tabriklaymiz. Xo'p, Sevinch singlimiz bu gal juda ham zo'r natija ko'rsatgan, 838 ball. Va bu uchun sizga onalariga alohida tashakkurnomamiz bor edi. Kolba maktabi ma'muriyati, jamoasi o'zim nomidan. Alloh taolo umringizni ziyoda qilsin, farzandlaringiz martabasi bundan ulug' bo'lsin. Xudo xolasa men umid qilaman, farzandingiz ikki dunyoda yuzingizni yorug' qiladi. Tabriklaymiz. Bu odatdagidek o'sha soqqani kaliti. Singlimizga beramiz. Yaxshi kunlaringizni ishlating. Tabriklaymiz. Men o'quvchilarga ko'p aytaman, ota-onani qalbiga xursandchilik kiritishi bundan kattaroq varianti yo'q. Ya'ni hamma oldida bunaqa taqdirlanish, ota-ona uchun harakat qilib, natija qilib ularni xursand qilish bu juda ham katta baxt. Kecha o'ylayman qo'ng'iroq qilib aytishgan. O'shandagi taassurotlaringizni bir og'iz aytsangizki, bu xursandchilikni pul bilan topib bo'lmaydi. Qayerda unaqa zamonaviy rivojlangan davlatlarga borib ham topa olmaysiz. Bu farzand orqali berilayotgan baxtdir. O'shani bir aytsangizki, qolgan shogirdlarimiz ham shunga qarab harakat qilishsa, ota-onalarni bu sahnalarda xursand qilishsa. Biroz. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Birinchi navbatda sizlarga kattakon rahmat. Shunday yaxshi ilm dargohini tashkil qilganlaringizdan xursandmiz. Mana bizga ham nasib qilgan ekan shu yerlarda o'qitish. Xudo xolasa kechagi taassurotlar haqida aniq qiladigan bo'lsak, to'g'risi kecha soat 7:da telefon qilishdi. Kutilmaganda maktabdan
oldingizda birinchi savollari uydamisiz yo ishdan ofisdaman degandan keyin yaxshi dedilar. Tinchlikmi desam, sal chekkaroqqa chiqib oling deganda to'g'risi birinchi xavotirli bo'ldi. Nima qilgandan keyin shunaqa nima degandan keyin juda xursand bo'ldi. Chunki qizim bilan o'zimiz alohida onamiz bilmaydi, o'zimizni kelishuvimiz bor. Qizim mani misol uchun birinchi daromadim to'g'risi student bo'lganimdan keyin birinchi oyligim bo'lgan mani. Sen ham yaxshi o'qisang senga stipendiya berishar ekan. Yaxshi deb motivatsiya bo'lib va'da berganda oy shu 8-sinf oxirigacha Xudo xohlasa mana 3-oyda natijaga erishgandan to'g'risi buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Juda xursandman. Sizlarga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Maktab ma'muriyati, o'qituvchilar, o'quvchilar shu fursatdan foydalanib mana maktab ta'lim dargohida ta'lim berayotgan o'qituvchilarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu fursatdan foydalanib har bitta o'quvchi talaba bo'lish maqomini olish nasib qilishini tilab qolaman. Kelajakda vatanimizga, jamiyatimizga foydali kasb egalari bo'lib, yordam berib, faxrlanib yurishlarini tilab qolaman. Sizlarga ham katta rahmat shunaqa ta'lim dargohini tashkil qilganingiz uchun. Rahmat kattakon. Xush kelibsizlar. Bizda stipendiya 3-darajali guruhi bor edi, bilasizlar. O'zi o'rganib oldinglar, manimcha stipendiya dasturini o'quvchilar moslashib olishdi, albatta ko'p bo'lmadi boshlaganiga. 750 balldan oshira olmaganligi uchun 3-guruhimizda stipendiya chiqmabdi. Lekin bizda 2 va 3-darajali diplomlar bor va bu diplomlarni ota-onasini biz chaqira olmaymiz. Bu diplom olgan o'quvchilarimiz sababi nizom shunaqa. Faqat 1-o'rindagilarni chaqiramiz. Lekin bu o'quvchilarimizga biz diplom va 30 ballik voucher beramiz. Bu 30 ballik voucher bilasiz, keyingi oyga ta'sir qiladi va 1-o'rin olishingizga sababchi bo'ladi. Mana bu o'quvchimiz 2-o'rin bo'lishiga qaramasdan 906 ballni qo'lga kiritganlar. 906.8 ball. Bu ham super natija. Diplom va 30 balli voucher bilan taqdirlanadilar. Mohi Jahon Turdaliyeva. Keling. Barakallah. Tabriklayman. Ajoyib natija. Ota-onangiz tabriklab qo'yasiz, ketib qoling. Sheriklaringizni chaqira olamiz. Xo'p, bizda 3-o'rin olgan o'quvchilarimiz bor. Bularga biz 10 balli voucher beramiz va diplom taqdim qilamiz. 886 ball. Dilnora Abdug'ofirova. Keling. Keling Dilnora. Tabriklaymiz. Va alaykum assalom. Alloh xayrli qilsin. Xo'p, 2-guruhdan 2-darajali diplom 30 balli voucher. 810.5 ball. Osiyo Mahkamova. Keling Osiyo. Barakalloh. Siz albatta siz. Tabriklayman. Bu balingiz ham kichkina bal emas lekin. Ajoyib. Tabriklaymiz. Bo'ldi. Xo'p, ketib qolmanglar. Xo'p, o'g'il bolalar jamoasi. Bu gal boshqacha harakat qilishinglar kerak. Hozir bizda to'g'ri 9-sinflarimizda o'g'il bolalar kamroq chiqdi, lekin 5-sinflarimiz 5-6lar deyarli o'g'il bolalar olishdi. 7-sinflar ham shunaqa, to'xtab qolmaysizlar. Qizlar ham o'rni berib qo'ymaydi xudo xolasa. Bo'shashmaymiz. Sizlar bu bal o'tgan gal bal ololmadinglar yo'qmi? Siz olmagansiz, sizlar. Siz ham olganmidingiz? Qancha bal hozir? Ha, o'zi ozgina yetmabdi-da o'zi. Hozir yana 10 oldingiz. Bu gal xudo xolasa bu balingizni ozgina oshirsangiz, stipendiya nasib qiladi. Xo'p, menga va'da bersanglar stipendiya olishga va bir og'iz gapirib bersanglar, nega pastga tushib qoldi? Nima deb o'ylaysizlar? Nima muammo bo'ldi? Masalan siz. Assalomu alaykum avvalambor. Bilmadim nima bo'lganini. Semestrda hammasi yaxshi o'tdi. Men olaman deb o'ylamadim, lekin bor. Qiynaldingizmi semestrda? Yo'q, qiynalmadi. Sizlarda nima deb o'ylaysiz? Qaysi balda nimada xato qildinglarki, balingiz kam bo'lib qoldi? Bilmadim. Bu gal o'zi noodatiy bo'lgan. Rahmat. Bu gal noodatiy bo'lgan, chunki odatda biz har doim semestr imtihoni bo'lmaydi-ku. Bu gal semestrga qarab hisoblanganligi uchun balki vaziyatni boshqara olmayotgandirsizlar, lekin xudo xolasa shu fevral oyida yaxshi o'qib, bu balni foydalanib stipendiya olish nasib qilsin. Tabriklaymiz, bo'shashmanglar. Bilasizlar, biz sizlarni faqat o'sha qiyin fanlar bilan taqdirlamaymiz. Ya'ni kimyo, biologiya o'qiganliginglar uchun taqdirlamaymiz.
yaxshi ko'nikmalar hosil qilishinglar uchun, kitobxon bo'lishinglar uchun, sportchi bo'lishinglar uchun, o'sha tashabbuskorlik uchun alohida diplomlar beramiz va bu eng qiziq tarafi bilasizlar, bitta sinf bo'yicha emas, bilasizlar, butun maktab bo'yicha. Va quvonarli tomoni maktab bo'yicha diplominglar ko'p ekan. Butun maktab ichida ancha-muncha yaxshi natija qilgan ekansizlar. Ustoz xudo xohlasa tanishtiradilar. Hop, birinchi yo'nalishimiz kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha 2-chi, 3-chi o'rinlar 9-chi, 8-chi sinflarga ketdi. Lekin sizlarda birinchi o'rin bor. Kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha 596,5 ball. Xadicha Ma'murjonova. Tabriklaymiz. Oyning eng yaxshi kitobxoni. Keling. Keling. Xadicha, tabriklayman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Keling, onadan keling. Xo'p, qadrdonlar, bu tashakkurnoma. Biza bilasiz, bu dasturni qanot dasturi deb nomlaganmiz va stipendiya qanot stipendiyasi hisoblanadi. Va biza umid qilamiz, bu millatga qanot bo'lib berasizlar degan maqsadda buni qilgan edik. Bu tashakkurnoma ota-onalarimizga boringizga shukr, farzandingiz shunaqa kitobxon qilib tarbiyalaganingizga. Xudo xolasa yuzingizni ikki dunyoda yorug' qiladi, boshqa bundan da yuqori natijalarga erishadi. Tashakkurnomalarning kolleksiyasi ko'p bo'lsin ilohim. Tabriklaymiz. Bu esa 500 ming so'mlik stipendiyaning kaliti. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Xush kelibsiz. Singlimizdan bir so'rasak, keyin ota-onalardan so'rasak, bu g'alaba bu. Bo'lib ham butun maktab bo'yicha eng yaxshi kitobxonlikni qo'lga kiritdilar. Siz necha bet va nechta kitob o'qidingiz? O'sha haqida bir og'iz gapirib bersangiz. Bir oy davomida. O'zi juda ham ko'p harakat qildim, chunki o'tgan oy vaucherga milamagandim. Bu safar juda ham ko'p harakat qildim. Bobnotdan keyin rosa ko'p o'qidim, harakat qildim. Ustozlarimning ham yordamlari katta. Hozir oramizda yo'li Muxlis ustozimiz, Lobar ustozimiz. Ular menga vaqt ajratib berishdi, imkoniyat qilib berishdi. Shu bilan yetdi. Nechta bet bo'lishi mumkin yoki nechta kitob taxminan? Ko'p, lekin 5500 dan oshadi. 5500 betlik kitob bir oy davomida kuniga necha bet tushadi bu? Kuniga har xil o'qidimda, qiziqishimga qarab. Baraka toping. Shunday 200 ga yaqin. Ajoyib natija. Baraka toping. Bu bilasizlarmi? Farzandni harakati ota-onani har doim xursand qiladi, baxtli qiladi. Kecha yutuqqa erishgandagi hissiyotlaringizni bir og'iz tasvirlab bersangiz, chunki bu qora ko'zlarimiz keyingi yil xuddi shunga qarab harakat qilishadi. Ota-onasini aynan shu maydon markazida xursand qilishga harakat qilishi uchun bir og'iz. Gapga yo'raman. Yo'q, qorini aytavering. Assalomu alaykum hammaga. Hop, kecha telefon qilib aytishdim. İçimizde halati boshqacha bo'lib ketib qoldi o'zimiz his qilib. Bu da har bunaqa maqtovlarni eshitib xursand bo'ldik. Hamma farzandlari shunaqa bo'lishini xohlaymiz. Farzandlar ummat bo'lib, ummatga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsa hammamiz farzandlarimiz. Bundan yaxshi natijalar kutib qolamiz xudo xolasa. Mana ilohim hammamizga foyda, elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan qizlardan farzandlardan bo'lsa. Rahmat. Rahmat kattaton. Boringizga shukur. Keling, o'tirasizlar bo'ladi. Rahmat. Ajoyib natija, rosa xursand bo'ldim. Chunki men rosa oyning eng yaxshi kitobxonni kutayotgan edim. 9-sinflarda chiqmadi, 7larda chiqmadi, 8larda chiqmadi. Endi sizlarga kelganda zo'r, ajoyib natija. Yana bor? Yana bor. Bu kitobxonlik yo'nalishimiz bo'yicha edi. Nechta yo'nalishimiz bor? 5 ta yo'nalishimiz bor. Demak, sport yo'nalishi bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni 8-chi, 9-chi, 7-chi sinflarimiz egallashdi, lekin sizlardan yo'q. Tashabbuskorlik va faollik yo'nalishimiz bo'yicha ham 8-chi sinflar 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallashdi. Ijtimoiy ko'nikmalar yo'nalishi bo'yicha ham 1-chi o'rinni 8-chi sinf o'quvchimiz, 2-chi o'rinni 8-chi sinf o'quvchimiz, 3-chi o'rin 7-chi sinf o'quvchimiz. Xo'p, ilm yo'nalishi bo'yicha 1-chi o'rinni Nasiba Mahkam va 9-sinf o'quvchisi egalladi. Sizlarda yo'q.
Lekin ikkinchi o'rinni egallagan o'quvchimiz bor. Bu safar vaucher bilan taqdirlanadi. 30 ballik vaucher Oysha Abdug'ofirovaga. Keyingi oyda xudo xolasa Ilm yo'nalishi bo'yicha 3-o'rin ham sizlarga tegishli bo'ldi. Xudo xohlasa 1-o'rin keyingi safargizda sizlarda ancha imkoniyat yuqori bo'ladi. Nimaga? Vaucherlarimiz bor. 20 ballik vaucher bilan Mohinur Rahmatullayeva. Tabriklaymiz. Bo'ldi. Men oxirgilardan o'g'il bolalardan kutib turdim. Mutlaqo g'olib bo'lib ketib qolibdi. Bo'shashmaymiz keyin. Rahmat qizlar, o'tirsak bo'ladi. Ilm yo'nalishida. Demak, endi juda katta bizni bir ko'rsatkichimiz bor. Qaysi edi? Sportdan umumiy, ya'ni umumiy ballar yig'indisi bo'yicha ham butun maktab bo'yicha eng yuqori ballni qo'lga kiritgan o'quvchimiz bor. Va u sizlardan. Ikkinchi, uchinchi o'rinlar boshqa 9-8 dan, sizlarda birinchi o'rinni egallagan o'quvchimiz bor. Bugun mening kunim Hadicha Ma'murjonova. Yana ota-onalarini taklif qilamiz. Bu sovg'a ustiga sovg'a bo'ladi. Maşallah. Tabriklaymiz. Bu tashakkurnomani keyingisi. Bu esa 1 millionlik vaucher. Tabriklaymiz. Yana endi oylar kutganmidingiz, yo'qmi? Biroq gap kutmagandim, to'g'risi. Rahmat. Aytishganmidi, aytishmaganmidi sizga? Yo'q. Yo'q. O stipendiya bayramligini ham bilmasdan keldik. Baraka toping. Xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Qalbingiz yumshagan vaqtda bizlarni haqqimizga, farzandingiz bularning haqqiga duo qilib qo'yasiz-ku. Ilohim shu maktab tashkillashtirganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qilayotgan ishlaringizdan Allohim rozi bo'lsin. Juda xursandmiz farzandimizdan, tarbiyasidan, o'zini tutishlaridan, hammasidan xursandmiz. Balog'at yoshi qiz bola ota-onasiga qiyin bo'ladi. Nima desam bo'larkin, maktabda 2 barobar qiyin bo'ladi tarbiya ushlash. Muhit, atmosfera muhiti qizlarga juda ham mos ekan. Ayniqsa ham iymonini mustahkam saqlab, odobini mustahkam saqlab, ham bilimini vaqtida berish juda qiyin bo'ladi. Hammasini biza ko'nglimiz xotirjam otasi bilan shu maktabdaligida biza ko'nglimiz xotirjammiz. Tarbiyasida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. O'zini tutishida, ota-onaning duosini olishda, oyoq kiyim artishlari, duo olishlari, mehmon non ko'tarib hammani uydan, qarindoshlarimizdan xabar oladiganmiz. Lekin bu darajada emas edi-da. Keyin kitob o'qiydi. O'zi har doim rahmat eshitganman maktablardan. Lekin uni o'zgarishi bunaqa emas edi. U o'qituvchilar rahmatdirdi, lekin meni qoniqtirmasdi uni tarbiyasi. Hozir qoniqtiryapti. Shu maktab ochganingizga ham, shu narsalarni tashkillash berayotgan bilimlaringiz, qo'llayotgan qo'llanma metod deydimi, shu narsalar hammasiga rahmat. Alloh rozi bo'lsin, ota-onangizga ham rahmat sizni. Rahmat. Chiqibsizlar. Keling. Boringlarga shukr. Rahmat. Ajoyib. Zo'r natijalar. Yana boramisiz bizdan? Oxirgi jamoaviy yo'nalishimiz qoldi. Bilasiz, shuncha harakatdan keyin albatta rahnamolikdagi jamoaviy yo'nalishimiz ham bor. Jamoaviy yo'nalishimizda kimning ismi chiqsa, birinchi o'rinni egallagan birinchi jamoani taklif qilaman. Ismi chiqqan sahnaga chiqaveradi. Demak, birinchi o'rin jamoaviy yo'nalish bo'yicha Rahmatullo Rasulov guruhi. Hadicha Ma'murjonova, Farangiz Choriyeva, Kumush Jumaniyozova,
Shahzoda Rustamova, Madina Abdutolipova, yana Xadija ekan. Tabriklaymiz. Bu jamoaviy uchun 1 million sovg'a. Uni hisoblaylar. Matematik hisoblash ketdi. Ikkinchi o'rinni jamoasini sahnaga taklif qilamiz. Ravshan Sobirov jamoasi, Javohir Mahmadqulov, Temurbek Pirmahmadov, Nurmuhammad Akmalov, Dilshod Rashidov. Bormi? Yo'q, afsuski. Uchinchi o'rin olgan jamoa rahnamoligi, bilasiz rahnamoligimiz nechtaligini? Nechta guruhlarimiz bor? Nima deb o'ylaysiz? 400 o'quvchi bo'lsa, 5 ga bo'lib tashlasangiz, nechta bo'ladi? 80 ta guruh. Mana shu 80 ta guruhning ichidan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olish o'zi emas, maktab bo'yicha. Demak, Bekzod Qurbonboyevning guruhi Abdulatif Altibayev, Behruzbek Borkinov, Azizbek Olimov, Sahobiddin Hoji Akbarov, Abdumalik Abdumurodov. Abdumalik uxlab turuvmiding? Tabriklaymiz, yashasin. Rosa xursand bo'ldim. To'xtab qolmanglar. 748 ball ekan. Keyingi gal birinchiga nasib qiladi inshaalloh. Biza xabaringlar bor, o'zi o'quvchilarimiz yaxshi tushunadi, ota-onalarimiz ham bilsa kerak. Jamoaviy ishlash ko'nikmasini shakllantirish uchun Rahnamo bitta eng yaxshi xodimlarimizdan birini biriktirib berganmiz. Ular bularni tarbiyalab yurishadi. Sizlar nima qildinglar jamoada? Shu haqida biroz gapirib bering. Men to'g'risi jamoadoshlarim boshida tanishdik, keyin gaplashib ko'rdik, rejalashtirib ko'rdik, lekin ularni unchalik harakat qilishadi deb o'ylamagandim. Keyin men ham kitob o'qishni boshladim. Hammamiz har xil harakatlar qildik. Bitta qizimiz yugurishdan harakat qildilar, men kitob o'qishdan, qolganlar boshqa narsalardan harakat qilishdi. Barakalla. Rahmat, mana shunaqa jamoaviy g'alaba qozonish uchun hamma bitta qanot bo'lib berish kerak. Shu bilan uchadi o'quvchilar. Baraka toping. Rahmat kattakon. Buni yana tadbirimiz bormi? Yaxshi. Diplomingizni vaqtincha qoldirar ekansiz. Mabodo jamoadoshlaringiz keyingi tadbirda chiqib qolsa taqdirlaymiz. Keyin lekin pulinglarni olishingizdan chiqmas. Rahmat. Rahmat. Yana bizda bormi? Rahmat hammaga. Baraka topinglar. Rosa xursand bo'ldim natijalardan. O'g'il bola to'xtamaymiz, o'sha aytganimdaqa. Hammaga rahmat. Ota-onalarga tashrif buyurgani uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, bu sahnalarda sizlar ko'p kelasizlar, xursand bo'lasizlar inshaalloh. Qolgan o'quvchilarimiz ham ota-onasi shunday xursand qiladi degan umiddamiz. Xush kelibsiz. Boringlarga shukr. Yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.